Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun bizlar sizlarga barish retsepti bilan bo'lishamiz. Birinchi bo'lib, piyozimizni mayda to'rtburchak kubik shaklida to'g'rab olamiz. Endi esa kartoshkalarimizni chiroyli qilib, to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Keyin chopper yordamida go'shtimizni maydalab qiyma qilib olamiz. Keyin masalliqlarimizni bitta o'rtacha idishimizga solib, aralashtirib olamiz. So'ngra tayyor bo'lgan xamirimizni muzlatgichdan olib, bitta katta bo'lagini 3 mm qalinligida yoyib olamiz. İkinci xamirimizni ham xuddi birinchi xamir singari 3 mm qilib yuqori qilib yoyib olamiz. Mana balishimiz ham tayyor bo'ldi. Mana balishimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. U juda ham mazali, sochli, chiroyli bo'lgan. Uni dasturxonga issiq choy bilan tortsangiz bo'ladi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiskani bosib qo'ying.